Jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochgan qonun loyihasi vaqtli to'xtatilgan bo'lsa-mu, Hong Kong xalqi ko'chalardan ayrilmadi. Hong Kongda jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishini osonlashtirilgan qonun loyihasiga qarshi namoyishlar bir haftadan buyon davomlashmoqda. Keng ko'lamli namoyishlardan keyin Hong Kong alayida ma'mur rayonining bosh ma'muri Carrie Lam bu qonun loyihasining vaqtli to'xtatib qo'yilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin xalq bu qonun loyihasining butunlay amaldan qoldirilishini talab qilmoqda. Shuning bilan birga bir haftadan buyon davomlashayotgan namoyishlarda 22 soqchini o'z ichiga olgan 80 kishi yaralandi, bir kishi hayotidan ayrildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus Birleşken Devletler Teşkilatı amaldorlarining atalmış Uyg'ur avtonom rayoniga qilmoqchi bo'lgan ziyaratining endish qo'zg'aydiganligini bildirdi. Uning bayonotida bu ziyoratning rayonda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmonlarga qarshi elib berayotgan bostirishlar sababli muvofiq bo'lmaydiganligi ta'kidlandi. New York vaqt gazeti Amerikaning Rossiyadagi elektr tori va boshqa inshootlarga qarata tor hujumini kuchaytirganligini bildirdi. New York vaqt gazetining sobiq va hozir vazifa o'tayotgan hukumat xodimlarini naql qilib bergan xabarda aytilishicha, Rossiyaning Amerika saylamiga daxl qilganligiga qarshi Rossiyaning elektr tori va boshqa inshootlarga maxfiy holda hujum xarakterlik programmalar avatilgan. Bu hujumlar haqida tafsiliy ma'lumot berishni rad qilgan bir yuqori darajalik istixborot xodimi o'tgan yili tor hujumi texnik keskinlashdi. Bir necha yil burun tasavvur qilib boqmagan ishlarni qilyapmiz degan. Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabi MQ-9 tipli odamsiz aeroplanning 6 iyun Yamanda Housilar tarafidan tushirilganligini, yana bir MQ-9 dan bo'lsa 13 iyunda Oman bo'g'izida hujumga uchirganligini e'lon qildi. Amerika ikkinchi hujumning bevosita holda Eron tarafidan qilinganligini aytdi. Hujumning orqasida Eronning borlig'ini bildirgan Markaziy qo'mondonlik shtabining bayonotchisi Eril Brown qurolning kuchi Housilarning iqtidorini o'stirganligini ko'rsatdi dedi. O Amerika odamsiz aeroplanining neft paraxotlarini ko'zatayotgan vaqtda qo'yib berilgan boshqarilgan bombaning ushquchsiz aeroplanga yetib borolmaganligini, lekin 1 kilometr yaqinlashganligini aytdi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu bugun S-400 tipli aeroplan haqida Amerikaning besimlarini qabul qilishimiz mumkin emas dedi. Çavuşoğlu har qaysi taraflar bilan muzokara olib bora oladiganligini ta'kidlab, diplomatik yo'llarning har vaqt ochiq ekanligini bildirdi.